Demak, darsimizni boshlaymiz. Koreys alifbosida 40 ta harf bo'lib, 21 tasi unli, 19 tasi esa undosh. Bizga eng kerakli va asosiy 10 ta undosh bor. Shularni yaxshilab yodlasangiz, qolgan unli harflar mana shu asosiy 10 ta unlidan tashkil topgan bo'ladi. Birinchisi A. E'tibor bering. O'rtadagi bir chiziqlik bu A harfi. Ya. Belida ikkita chiziqlik bu Ya harfi. O. Yo. Xuddi shuni ikkita ichkariga qaragan chizig'i Yo harfi bo'lyapti. I. O. Yo. O harfidagi chiziqni ikkita qilsak, Yo harfiga aylanar ekan. Davom etamiz. U. Yu. U harfimizda ham xuddi shunday holat. Va so'nggi asosiy unligimiz I. Va mana shu 10 ta unligimiz ikki turga bo'linadi. Tik unlilar va yotiq unlilar.